Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda var idiniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot suhbatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Nurg'un bizniki do'stlarimiz bilmaydigan ishning birisi muzika bo'yicha o'qib keldi desa yoki bizga o'xshash bir muzikani chelishni o'rganyapti yoki shu ijodiyat qilishni o'rganyapti dedik. Ijodiyat qilishning zodi qanday bir jarayon ekanligini seni tilingdan bir bilsak, masalan, ilmiy yo'sinda men bu Qashqa Sipanda o'qiyotibman. Shu 18 yoshimda boya tilga olgan shu xo'sh degan shu tunji ijodiyat, naqshi ayrim naqshi ijodiyat. Ayrim naqshi ijodiyat. Buni qilib qoldim. Oy, demak ijodiyat talanting bor ekan, shundan davomli tarbiyalansam bo'ldi ekan dedik kasbiy o'qituvchilarimiz. Ammo u chaqchi men ijodiyat darsi olmagan. Lekin shular sen bilan o'qiyotgan vaqtida shu mayli yeziqchilikni tanlayli, mayli muzika tilini tanlayli, shunday bir narsaga bir qiziqish, intilish bor ekan. Shu kichkimizni tortib she'r yozib. U chaqda muzika tili bilan bir narsa digil bo'lganligini tushunmagan chaqda adabiyot tilidagi she'r, hikoya yozish bilan bo'libdi ekan. Biz atrofimizdagi o'yinimiz, o'qish davridagi uchraganlarimiz voqealikni unday yozdik-ku. Keyin ham u yerda muzika tili bilan shunday bir o'y tuyg'ularimizni digil bo'lganligini uqqandan keyin shu asosda hamda shu xo'sh degan yozib ekanman. Undan keyin maktabga qaytib kelgandan keyin bolalar naqshlari o'tirib boshlang'ich to'liqsizlik bolalarni tarbiyalash jarayonida shularga ehtiyojli bo'lgan pionirlar marshi dedik, bolalar naqshlari dedik, yozib andan keyin o'zimizning shu yoshlik davriga moslashgan bir temalardagi naqshchilik asarini ijod qilib ketdim. Lekin bu san'at maktabiga kelib tunji bir mush kasbni o'qi degan chaqda bir necha yildan degan. Sen asli o'qimasang bo'ldi. Chunki sen o'zingning o'sha tabiiy tuyg'uni saqlab qolsang bo'ldi. O'qigandan keyin balkim bizga yaratayotgan shu naqshlarni yozolmaymi qilishing mumkin desa bu nima deydigan dedi. San'at maktabida menmi bormi? Senmi baba? Sen shunday degana. Chunki sen hozir bizga yaraydigan naqshlarni yozyapsan. San'at maktabiga kelib shundan bir o'qay deb qolyapsan, to'liq kurs o'qig'ing bor, uni o'qisang bo'ldi. Lekin hozirgi shu pokiz shu chiroyli narsa yozdigan shu narsani yutirib qo'yasanmi, ilmiy bir yo'lga kirib qilib deganning ichida senmi bor. Shunday bo'lamdiganda deb mening o'ylig'im hamda umayliqi to'liq o'tini bitirib oliy maktabga kelmagan ekan. Biroz kallamdan hamma ishlar o'tib, biroz o'zimning xarakteri, mijozi bir yerda to'xtashgan, yetilgan holatga kelgan bo'lgan ekan, balkim o'zimning u ta'mini, u his tuyg'ularini yutirib qo'ymagan asosda ilmiy nazariyalar bilan buni birlashtirib, texnik jihatda taqimi bir asosga ega qila olishi mumkin degan bir ishonch bo'ldi. Demisimi, u san'at maktabida bir 2 yil to'liq kursda, cho'nglar to'liq kursda o'qish orqali bir to'liq kurs diplomini oldik. Ikkinchidan ham tunji qatam ham ijodiyat yo'nalishi bo'yicha bir kasbiyroq muntazam ilmiy yo'lda bir nima oldim. Bu sening degan ishingga nisbatan shu Sulaymon muallim mening tunji soat darsimda ko'rib shunday qilib siz nima bo'lib bu ijodiyat kasbida bu yerda yana o'qiydigan bo'lib kelib qoldingiz dedi. Voy muallim, men bunday ancha-muncha naqsh yozib ijodiyat qilib yurgan bilan o'qim muntazam bu mush ijodiyat kasbi nazariyasida o'qimagan. Shuni taqim bir kasblish bir cho'nqurlab kirib qolgan bo'l kelgansan, kulib ketdi-chi. Men unda işte men ma naqshlaringizni sizning yozganingizni o'qimay Abdullohning aytganidan anglagan. Shunday chiroyli yaxshi naqshlarni yozdingiz hamda yana qanday bir o'ylar bilan nima lozim degandek shundan qilibdi. Men javobni bergandan keyin unda o'sda 1 soat paranglashdik o'zaro odamlar. Paranglashlar tungi soatda rayfala faray degan bir narsani yozib tutuğum dedi, nima bo'lsam topshiriq dedi. Bu ma'lum 1 soat ders o'tmay turib, men topshiriq berdingiz desam,
Muşni bir yezib kelinglar dedi, boshqa gap qilmadi. Men uy qaytqach o'ylab, to'xta, bu muallim baya meniki yozgan naqshlarimni anglagandan keyin buni qilgan. Balkim o'zimning qiyosida bu necha vaqtdan mushunchalar hali yaxshi xalqqa yarg'idek naqshlarni yozdi. Shu naqshini mush nazariya, mush muzik ijodiyat nazariya yo'nalishini bilib turib, tushunib turib ishiltib shuni yezib kelyapamdi yoki shu o'zining bir tuyg'ulari bilan ilhomlarining kuchi ta'siri bilan yezib kelyapamdi deb mushuni men sinab beqibdi. Chunki endi odamning menga bergani Sulaymon Ma'lum bergani Rayfala va mushu ikki takit narsa. Men cho'qim shuni davomlashtirishim kerak. Men undan boshqa tanlashim yo'q-da, meni bir qalbni shu bir siziqqa ekirdi. Balkim men uning oldida deyotgan iliq naqshlarni yezish jarayonida o'tirib, ayadan başlaşı mümkün, mayadan başlaşı mümkün, anda dörtten qilishi mümkün, dörtten üç qilishi mümkün, bir ixtiyorlik tanlashishdi. Ma'noda faqat udar, ritim, antikiniz ovoz, men cho'qim aşı bir tunji, aşı bir materialni keyin davomlashtirishim kerak-da. Bir ximiy turish berdi. Uni endi azroq mushu kasbga chunqurlashib kirgan, azroq o'rganmagan bo'lsa, uni qila olmaydi. Demek hazır belki başkalarına esi kelgen bo'lishi mümkün bu. Liqsannada yarman izlab bara 2000-yili shu asr kechiligida tunji topshiriqda chiqib qolgan u naqsha. Men shuni bilan ikki xotiramda boshqalarningki menga shu bir imkoniyat bo'lsa bir naqsh qilib yozib qolsangiz deb bergan she'rlarning ichidan tanlab ikki kupletni elib shu sannada degan shunga uni davomlashtirdimda. Hozir deb kelsak mana Rayfala farayda radiradan diradiradan yana qaytarimizda yana Tayshan deb qo'yamiz, kichik Tayshan bu. Daradidadan yana Rayfala faray yana keladi. Daradidadan qaytib keldi. Qaytib keldi. Buni u ma'lum ko'ra pianinoda chelib bilan kulib ketdi. Bu siz garchi buni o'qimagan bo'lsangizmi, shu xalq naqshlarini, muqomlarni, klassik naqsh muzikalarni anglashda, yuzaki anglashlam emas, shuniki ijodiyat, melodiya, rivojlanish, yo'linishlarni bir analiz qilib turib, shunun ma'lum bir qonuniyatlarni siz bilib bilmay buni his qilib shu bir qalbning ichiga kirib bo'lgan ekansiz dedi. Shundaqmi masalan interval deymiz, garmoniya deymiz, formoniya deymiz, buni yani nurg'un texnik kitap fanlar bor. Bularni o'rganish kerak cho'qim endi. Gerçi andaroq melodiya jihat anda bir o'tgan bo'lsangizmi, bu bir asos selish kerak deb u jihatda nurg'un narsalarni o'rgatdi. Anchiq narsa bo'ldi. Endi markaz muzika universitetiga borgandan keyin boya degan savolingga, men hozir o'g'lim Jasurni o'qiyotgan bu kasb bo'yichami? Sidajan shu muzik ijodiyatda sidajanni shu asos qiladi. Bu sidajan 4 asosi fan, birisi garmoniya, birisi formoniya, birisi muzik akkordlashtirish darsi, yana birisi asar analizi. Mushuni shu ijodiyat o'qiydigan shu asosli fanlar cho'qim o'qimiz bo'lmaydigan, cho'qim o'qib tutishlik darsi hamda. Mushuning o'zini bundan boshqa hamda ijodiyat kasbi darsi bor. Endi bu ijodiyat kasbi darsi ma 4 asosiy darsdan ayrilib mustaqil turib bo'lmaydi. Chunki mayli qanday o'qituvchi bo'lsin, mayli xalqaro, mayli mamlakat ichi sirtidagi mushular ijodiyatni birsi ko'z tutqizib qo'yamaydi-da. Unda bir tutib bakan deb tutqizib is qildiranmaydi, ko'rish sezgisi orqali ko'z tutib is qildiranmaydi. Buni qanday o'rgatish kerak buni? O'rgatib, masalan, hech qanday bir muallim shu bir kitobni yoki 5 kitobni ponni o'qib tugatsang, sen mandaq ijodiyatchi bo'lib ketsan. O'ti qilinmaydi. Bovrin qilinmaydi. Shunda bir kasb endi bu. Unda bo'lsa bu qanday tushunamiz deganda, masalan, shuning ichidagi birisi Zo'pinfinshi asar analizi. Bu asar analizida nima bo'ladi desang, butunlay o'tib ketgan asr davridagi shu darslarniki, kompozitorlarning, ustozlarniki shu danglik asarlarningki qurilmasini analiz qilgan. Analiz qilamiz. Masalan, muqom desak, 12 muqom. Qanday narsani muqom deymiz? Masalan, muqaddima, andin salaqa, chekitma, sanam, mandaq daston, cho'ng, marg'ul, kichik daston, shunday bir necha bo'lakdan tarkib topgan, shunday bir ajimdagi narsani biz muqom deymiz deb ataganga o'xshash. Masalan, muzikaning har bir narsida shunday sonata ang'i deymiz, sichunzu, vuchunzu deganga o'xshash. Har xil muzikaning bir nomlar shu shakldagi muzikalarning qurilmasini so'zlab o'tgandan keyin, anandan keyin biz qurilmasi bo'yicha u asarlarni analiz qilib qilamiz. Balkim shu kompozitorlar shu asarni yozgan chaqda men manda qurilmalik narsa yozaman deb yozmagan bo'lishi mumkin. Uni keyingi
muzika tadqiqotchilari tadqiq qilib nazariyalashtirib shu qilibni chiqqan. Masalan, garmoniya ham shu, formuniya ham shu. Amaliyotda garmoniya bilan formuniya bu muzika o'qitishligida, muzika ilqisidajaning asosiy kasblari. Lekin dastlabida biz o'qishda garmoniyani o'qib tugatamiz, andan keyin formuniyaga o'tamiz. Chunki garmoniyani o'qib tugatmay turib, formuniyani tushunish tez. Bu oliy matematikadek tez kasma ikki bu panchu. Lekin barliq kelishda, nazariyasi barliq kelishda oldi bilan formuniya barliq kelgan. Andan keyin formuniya asosida garmoniya kitobni tuzib chiqqanda. Bu formuniya Bachning asarlarida. Amaliyotda Bachning yozgan asarning alohidaligi, xarakteri aşındaq bo'lgan. O balkim Bach buni formuniya deb yozmagan bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz o asarlarni yozsalar, ashunaqalikqa to'rt yo'lliq sirshing bu deymiz endi. Hamda Beethovenniki, lekin uniki yozgan asarda haqiqatan o taqdir o'ziniki hayotining oxirlash davrlaridagi shu kasallanish quluqninki o'zining bu bir ijodiyatchi kompozitorga nisbatan quloqni anglamasligiga intan bek echinishlik, bek azobli ish bu. Chunki bu anglash bilan bo'lgan narsada bu dal uni aksicha bu Beethovenni anglasizmi oxirlash, ojizlashib bo'lgancha asosan anglamaydigan yerga ketib qolayotganda shu taqdir bilan o'ziniki shu elishish. Boy vermezlik, aşının özünün kişi iradesi şu için hakikaten takdir meni şu işkim çık kilotu da diye nasıl ifadeleş için onun da o çokum özünün kişi icadiyet dongcis şu tak işkin çeksek tak çıkıp kalımız o. Şunu da küçük süylep kilovatkan bir kıstap kilovatkan bir aşı bir avazını şunu biz o Beethoven'ninki nurgun namları var, alaydı süpetler. Şunun içinde onun şu dongci darşı deb, aşında bir kichikni bir to'rt şu ta-ta-ta-tang, şu ovozni bir simfoniya yaratib o'tganda bu. Başdan oxir şu to'rt ovozlarni bir simfoniyani bitirib o'tgan. Shunga buni aşında dongci darşı degan yana bir süpeti bor. Endi shuni ashundaq asarlarni finshi qilib, analiz qilish orqali har bir muzikalik asarninki qurilmasining qanday shakllardan qurilib chiqadiganligini muntazam ilmiy sistemli o'rganib chiqamiz endi. Undan sonra biz bunda simfoniya desek mesela simfoniyalik asarlar odatda ikki bab yangi yordan yoki sangi yordan, sigi yordan bo'lsa yordan bo'yicha bo'ladi. Bu hamda bu simfoniyalik asarlar biroz falsafiy fikr ifodalangan shunday bir cho'ng hajmlik bir asar. Bu unda shunday xuddi romanga o'xshash. Masalan bu simfoniya asarlarini mesela naqshlarni bir hikoya yoki mikro hikoyaga o'xshatsak, bir naqshi yozganni. Bu simfoniya asarlari mesela Yin şu, Wu şu, muzikalik teatr, usullik teatr, opera deganlar simfonik asarlar bu tungjibi bir darajadagi asarlar hisoblanadi shu. Hergiz endi shu opera yozganmi? Mesela palani kompozitor bir hayotida mancha opera, mancha muzikalik teatr, mancha usullik teatr, mancha simfonik asar. Simfonik muzikalik xuddi daston deb adabiyot yozishlik daston deb narsa muzikadan bor bu. Muzikalik daston deymiz. Bu o'rta hajmdagi muzikalar. Bu asosan shu simfonik asarlar asosan bir darajadagi hajm jihatdan. Shunday dastonmi shu, bu bundan uzun hajmdagi cho'nqur mazmunga ega. Xuddi shu romanga o'xshash bablar bo'linadi bu simfoniya. Xuddi hamda bu mushu garmoniya degani bu akkordninki tuzilishi, formuniya degani shu akkorddan bir daraja cho'ngaygan mesela 4 yönlüşlük ağınınki her bir yolunu ayrım anlasak yani bu huzurlanğını buldu. Kişi huzur berdiğin bir müstakil bir melodiya ağın şekliga ega. Ama 4 yilesini bir yerga ekelsek bu garmoniya formuniya ziyatına aytdi maslashgan. Bunun gradus intervallik münasebet araliklarini to'g'ri ilmiy hal qilib turib, unda qilsak shunday go'zal masalan cherkovlarda shu yerdan barliq kelgan bu narsaga. Cherkovlarda o'qiladigan ash narsalar butunlay formuniyaniki, naq misoli ashniki narsa. Organning akkordlarida odamlarning akkord ovozlari. Demak bu ikki pan ajna ketdi. Undan akkordlashtirish nima desa, shu akkordlashtirishda unda shu muzik asboblarniki alayli qonunni tushunadigan gap. Uniki ovoz doirasi qanchalik, to'n ovoz qayadan, yuqori ovoz naqagicha. Masalan bir skripkaniki to'n ovozi mayadan şahit için şu bir küçük skripkaniki yuqori ovoz mayagacha deb degan bo'lsak, shuning ichida yana eng güzel, eng qulaylik, eng rahat yeri yana qayadan qayagacha. Mushu daraja inchikalik
shunday o'tadi bu dars. qiladi. Masalan, men jiq analiz qilib ketdim. Bu analiz endi ne qanday ijodiyat desa, shu ijodiyat 4 asos fanni o'qib tugatish bilan mast qadamda adini o'qituvchi shuning bilan tang garmoniya tugatganda garmoniyani fanshi qildirdi, analiz qildirdi. Bizdagi shu ashlarning asrning ichidagi uni biz uningdagi akkord sirtidagi ovoz, akkord ichidagi ovozlarni arib turib, mushu yo'nalish, melodiya yo'nalish ma'lum bo'lsa, ama tik yo'nalishda ma akkord tuzilgan ekan deb shuni biz tepib chiqamiz, to'g'ri tepishimiz kerak. Shunday mashqlantirish orqali bizda ilmiy bo'lgan, nihoyatda keng cho'nqur ma'noga ega hamda cho'ng ajimlik asarlarni yozishni mashqlantirib chiqadi. Shundaligi. Ammo endi shu 4 asosiy fan, shu ijodiyatning asosi jini endi. Lekin shu 4 asosiy fanda 100 numar elib o'qigan bola jamiyat chiqqandan keyin katta kompozitor bo'lib ketishi yana natayin. Chunki Jongyang Yuan bo'lsin, Shanghai Yuan bo'lsin, Sarkarda Alkuyar chipastillari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sofliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda chipastillari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda Alkuyar chipastillarining hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda Alkuyar yurishlik chipastillari. Çiş sağlamlığına ahamiyet veriş o bir mesuliyet. Çişinin sağlamlığı ten sağlamlığının kapaleti. Uzun yıllardan beri çiş asraştan ibaret bu muhim vazifeni Sarkarda çiş doktoru çiş pastası tapşırdı. Şundaqla onundan közlegen nişanımga yettim. Yüzünüzge en yarışıdığını ıllık külkünüz. Külkünüzge yarışıdığını durdane sağlam çişiniz. Çiş sağlamlığı meselesini ben Sarkarda çiş doktoruga tapşırdım. Sarkarda çiş doktoru yürüşlük çiş pastılları. Görüvatqanınız Sarkarda Xalqaro Savdo Cheklik Şirketi tajdarlığıda ep berilayotgan Hoş geldiniz programımız. Jiq qabul qilmaydi, 10dan 15 kichi. Bola qabul qiladi. Shu har yili o'qish, har bir o'lkadagidan 15dan jiqsan bu. Lekin shu bir sinfdan 15 bola chiqsa, shu 15 ning ichidan ya 2 ya 3 ya birsi yazıdı. Kompozitorlik kasbning ahli bo'lib kelib qolsa, qolganlari yo'nalish o'rinlarida yoki shu akkord yozish, u yozish, bu yozish shunday yo'llarda o'ziniki jamoatchilik qilib, kasbiy kompozitorlik yo'liga kirib bo'lmay qoladiganlar shu darajada shalinib ketadi demakchi. Endi boyaqi savolga javob, bu o'qigan odam, texnik odam ilhom kasb bo'ldi deb bir narsaga ilhom kutib o'tmay bir narsa topshirsang, shuni yozaman deb yozib qila oladi. Masalan, men uni ichidan bir narsa urg'ib chiqmagan taqdirda ablatga men mushu bunda bir narsani naqshi etmoqchi. Buningda bir misra bo'lsa, masalan, men burun bunda bir misra og'ini anglagan. Mushuning asosan desam, sen cho'qim taraqqiy qildira olaysan. Uni cho'qim shu texnika bilan elib ketgan bo'ladi. Cho'qim qiladi. Lekin endi uni dilga ta'sir qila oladigan odamlarning ro'yitiga, yuragiga ta'sir qila oladigan darajada bo'lish yanalar bu butun texnikalarla olib ketadigan ish emas ekan. To'g'ri. Demak, hozir biz yana ma'lum tushunchaga ega bo'ldik. Bu mandaq ijodiyatchining yana bir o'zini shingji qilishgani bilib turib, to'liq tushunib turib ishlash. Balkim hamda aka bu naqshi bilan bu kasbiy simfoniya cho'ng asarlarniki farqida men nurg'un sho'yampaylar shunday muntazam musiqa universitetlarida kompozitorlikda o'qib chiqib oliblar, o'zi sho'yampay shuning nimasi kiriblar, naqsh yozganlarni yaratmaydigan. Bu uni kasb deb qarag'ul unmaydi nurg'unlar. Bu pek oddiy narsa u. Ammo bir o'qimagan odammi o'tiriblar bir yozib qilish mumkin bir ko'plik naqsh degandan. Hamda chunqurlik bo'lmasligi mumkin, uzun muddat davomlashtirib elib ma'nomaslik mumkin o'qimaganlar. Lekin ilhom ma'lum bir kelib qolgan ilhom turkisidan bir ikki ko'plik naqshini 2 3 ni 4 5 ni hatto yozib qilish mumkin o'qimagan odammi deb qarab shu nuqtadan ashuna qarab oladi. Lekin hamda mana kasbiy asarlarni, masalan, muzikalik teatr, usullik teatr, opera, masalan, simfonik asarlar, bularni haqiqatan rost o'qimagan odam uni yozib mumkin emas. Uni qanday vazifa bilan topshirsak, uni vazifani ijro qilib bo'lmaydi. Bu
haqiqatan shu ilmiy kasbiy nazariya texnik bilimlarni o'rgangandan keyin o'qigandan keyin qilib qarash. Yalnız melodiya bilan bir simfonik eserini bitirish mumkinchiligi yo'q. Demakchi, ularga cho'qim garmoniya, harmoniya, qonuniyatga uygun kelish kerak. Biz buni bir tal tambir yoki bir sata ya bir ravab bilan melodiya urilsak, bu o darajaga to'shmaydi degan gap. To'g'ri. Balkim hajmi uzunligi kelishi mumkin. Ammo o shartlar kam bo'lib qoladi. To'g'ri, ma'gap to'g'ri deding. To'g'ri tushunishing to'g'ri. Endi shunga ularning nazarida kompozitor degan bag'a rastlab qilsam, menmo burun shu naqshlam yozib yurgan vaqtlarimda mening cho'nglarim bir necha kasbda haqiq o'qib kelgan kompozitorlar Ablat Ablakim da kompozitor degan gapni bir og'zini to'ldirib bir deyolmay qijilinib deydi desa taqa demay desa taqa men shu taqa naqsh yozib yurgan. Shunday qilib yurganlar mening kallamda ras o'tmabdi ekan deb qilib ketdi muaqidasini bo'lgan. Amaliyotda bu kasbda rasmiy qijilinib o'qib baqqandan keyin andan keyin rasm undan aldirab ma'qi desak bo'lmaydi ekan. Shunga aka bir tibbiy maktabda oliy maktab 5 yil, shundaymi? 5 yil. Bir bu san'atning hamma turlarining ichida ijodiyat 5 yil. Qolgan oliy maktabda 4 yil o'qildi. Haqiqatan bir shunday bir oxiriga chiqish, tegiga yetish va o'qish jarayoni bir qadar qiyin bo'lgan shunday bir kasb ekan. Lekin men o'zim yaxshi ko'rdim. Masalan shu asarlarni yozish jarayonida entan bir necha kunduzlarni ulab menib ketamiz. Unda vaqtida bir xil o'zim emas shunday bir butun dunyodan hozirgi shu reallik muhitdan ayrilib o'zimizning bir tuyg'usi ketgan chog'da shu texnik shunda tuyg'ularimizni texniklar o'rgangan narsalarni birlashtirib turib shunday narsani chiqaramiz endi. Shu charchaymiz, ammo u ijodiyat barliq kelib bo'lib chiqib bo'lgandan keyin andin uning bir o'zurlar yana hammani unutib, jarayon, qiyin jarayonlarimizni unutib, shunday bir xil yana bir ta'sirliksiz bir shunday bir to'yg'u bilan yana bu orzuqlar shu huzur bilan balkim yana bir qitim shunday jafo mushaqqatga qadam ilishga yana omroq bo'lib qolish shunday bo'lib qoldi. Bu garchi shunday jafoliq jarayon bo'lsa-mu, keyingi natijasi odamning beradigan huzuri sana bo'libmi? Sana beradigan huzuri biz hammamiz suyib anglagan vaqtidagi natija tuyg'un, g'albi tuyg'un, balkim yana bir qitim jafoga seni mang'izishi mumkin-da. Shu hamdalik men boshqalarga o'xshash naqsh yozganni unda kasb sirtida qarab oladigan yo bu cho'qimlam kasbiy asarlarni yozgan undag'mi bir so'lchil mandaq bir xil ideya emas. Chunki men o'ylayman odamniga masalan ba'zida endan chiroyli yozilgan bir melodiya, chiroyli yozilgan bir naqsha, muzika shunchalik bir xil ba'ziga bir ma'naviy tashnalig'inga ajoyib bir huzurlarni berib, ajoyib bir yaga malham bo'ldi-da odamning ma'naviyati uchun. Shunday bir kuch berdi bu naqsha. Demak, shu oddiy bir naqsha shu ta'sirni beradi shu odamlarga. Lekin naqsh bilan u cho'ng yirik asarlarning, simfonik asarlarniki cho'qim farqi bor. Bu yergi farq nima desang, mayli qanchalik go'zal, qanchalik nocha yozilib ketgan naqsh bo'lsin, u cho'qimlam bir yoki ikki, bir bir ayol, bir o'g'il, bir qiz. Yoki bir dada, bir ana, yoki bir dada, bir bola. Jiq bo'lsa, buningki ifodalab bermoqchi bo'lgan mazmun mushundan cheklandi. Ya bir tub terak, ya bir erk ketayotgan bir daryo, ya bir erk, ya bir tog', ya bir go'zal manzara. Naqshiningki faqat ifodalash kuchi, ta'sir, tavalligi mushunchiliklar. Ammo cho'ng simfonik asarlarni ochib desang, bu bir odam emas, tumanligan odamlarni. Bir davr, bir tarix, bir top adam, bir cho'ng voqea, bir davr, bir tarix, necha ming yil hatto ularni o'z ichiga olib ketadi. Shularni ifodalab berish kuchiga ega demakchi-da. Shuning uchun hamda bu farq jihatda haqiqatan shunday farq bor. U naqshi unday qilib bo'lmaydi. Lekin mening o'zimning kalam shaxsiy o'zimni yakunlagan narsa, chunki men naqsh yozib baqqan bo'lg'achqa shunga istashim bormi? Hamda ular texnik jihatdan intan texniklik yozib qoldirayotgan ajoyib cho'ng bir hajmdagi simfonik asar. Lekin u faqat anglash qimmati yo'q. Mayli go'zallik jihatdan, mayli texnik jihatdan faqat texnik o'ylablam nurg'un narsalar yozilyapti hozircha. Cho'ng bizning mamlakatimiz sirti bo'lsin. Bak o'qib ketgan, ammo bir yana hissiyotda o'zining dunyosidagi tuyg'ularda azroq qurg'oqlik bor.
bayqı degan. Ammo texnikani bek egallab ketgan. Uni yoz desang, o'rotgidek guldur qaras turus. Butun qoida usullari. Shunday ilmiy. Lekin uning kishiga bergan huzur ta'siri unchalik emas bo'lishi mumkin. Bir chiroyli bir naqshiga yetmay qolish mumkin ba'zida. Demak, buning asal ichidagisi muhim ekan. Mushunda. Am bo'lmas bo'lmaydi. To'g'ri. Simfoniya degan yetish uchun cho'qim buni o'rganimiz bo'lmaydi. Biroq adamning ro'yiga ta'sir qiladigan narsa yana sening yuragingdan To'g'ri. U ash bo'yin demakchi. Mayli bir naqsh bo'lsin, mayli ash narsani yo'qotib qo'ymasak ham bo'ladi. Bu kasbda sen endi o'zing balkim bizga to'nilganing bilan biz hammamiz e'tirof qilgan bilan o'zing bilsa, o'zingni yana nurg'un ish qilgan bor-da. Shu kasbda mana shu o'zing yetolmagan eng yuksak pallalarga yetish uchun o'g'limizni yana mush ishni o'qigan deb shu yerga yetadi. To'g'ri aka. Endi men Chungyang Yonshenga Markaziy muzika universitetiga borganda o'qituvchimga ko'zi qarab turib bunday bir gapni qilgancha. Ma'lum, mening hozir vujudimda necha o'nlagan simfoniyalar pitirlab ketib bordi. Chiqish uchun. Ammo men shu tuyg'ularni ifodalashga texnikam ojizlik qilyapti. Men shu texnikani o'rgangil keldim. Demak nima desa, menda onasi bor, lekin ashni shu ba'zilar adabiyotdimi, yoziqdimi turiblam, nimdaymiz, bir xil turib qolamiz. Shu eng inchki bir sezgir tuyg'ularimizga narsani ifodalashga bir so'z, muvofiq bir so'z topolmaymiz. Tilimizning ojizlik qilayotganligini deb aytamizku. Bu sizni bu jihatda sifatlash, tasvirlashga tilim ojizlik qiladi degan gap bilan yig'ib Demak, ashunda bir tuyg'ularimizni yana shu ashunda sistemlashgan, o'rgangan shu bir texnik bilim bo'lmasa yaratib olmaydigan gap keldi. Ammo o texnik bilimni o'rganib qo'yib, o tuyg'u bo'lmasa yana bo'lmaydi ekan. Shunga bu farqlarni shunda mening his qilib tushunishim shu. Hamda to'g'ri bo'lsa. Hamda o naqshinayda bir hikoya, mikro hikoya deb qarasak, hamda hozirgi simfonik asarlar, muzikalik teatr, usul teatrlar bir roman, necha bobli romanlar, hajmja. Oddiroq tushundirsak, bizda tushunamiz. Oddiy til bilan dedim, shunday tushundirsak. To'g'ri. Bu to'g'rilikmi biz yana shaxsan menmi bu muzikada o'qimagandan keyin mening tushunchamni aytdi tezdi. Ama bugungi suhbatdan yana bir azroq o'zimizning xos tillarimiz bilan deyishgan bo'lg'achqa ma'lum tushunchaga erishdim. Undan biz yana so'ramoqchi, herib qolgan vaqtlaring bormi? Ohang ishlab bo'lanmay qolgan, masalan, ohang o'zing ishlaysan chiqmay qolgan vaqt bormi? Yoki mushundaq vaqtlarda ohang ishlanmay qolsa, vazif ada bo'lmayotgan avvalda, ulg'utanmayotgan vaqtingda o'zingni bir sal fonksiyon qiladigan yoki boshqa bir o'zingni ko'ngilni ichish usullaring yoki dam olish usullaring bormi? Yani shu hech qanday u vaqtda men istaydigan nima bo'lsa, hech qanday men besim ekanmaydigan. Nahayat jiddiylashmaydigan, aldirmaydigan, bizdan turib qolsam turib qoladigan, men ham qolsam men ham qoladigan shunday bir ozodlikni his qilaman. Go'zal tabiat manzara, bu shildirlab turgan suvni ko'rsam, bir xil ijodiyat nimalar hayojinim. Aşağıda oyga olib qolam degandaysan, yana rohatlikchilik ichida. Eynek chaqib pul topgandek ishkan bu. Bizning kimning ko'zi cho'ng deganlarimizmi? Nansani tushirasiz. Shu aşağıya borsam qaytmay, eliq kunsim qonab qolgan bo'lsak deb bir xil hayajon qo'zg'alib qoladi. Shunday g'ayr gap turmasin shunda. Turib o'ziga o'xshamay qoldi deb. Hammamiz yomg'irda kiyib deylik desak, o'sha qo'ngan bo'lsak deb. Chaqchaq qilyaptam degan emaslar. Rostlikina. Chunki pokiz bir jimjitlik, bir ozodchilik besimdan butun to'liq ajrab ketgan. Oqshimni anglasang, bir eshakning angrishi yolg'izlarmi? Toq melodiyalik. Uning boshqa narsa aralashmasa, ishdan bek turmushda bu. Yurakdan urg'ib chiqqan sado yana bir yurakka tegishi mumkin. Bizning o'zimizning his qilishimizcha. Chunki eng chin tuyg'ularni eng chin quloq anglaydi-ku. Yana yurakdan chiqqanni yurak anglaydi degan shu. Endi shuni qaraganda men bu yaqindan beri sening xalq naqshlar bo'yicha Qashqar xalq naqshidan bir aytding. Yarim xumolikni. Men bu angladim. Men aytdim. Biroq jiq naqshchining aytganini anglagan. Mushqatim shu yarim xumolikni aytibsan, deb chiroyli. Anladım. Hozir ep ketdim-de. Bek hoş oldum deb. Anglashda endi sil anglab emasman. Sil anglab qolmay, nahayat huzur taqa. Anglab nahayat huzur bek o'zgacha bek alayda o'qitdi deb sen yaratibsan buni. Bundan alomat xo'sh bo'lib ketdim. Bu naqshni aytib men
ki hoş oldum. Unda oluşta dadam bilen mi şu hem dada hem ancha muncha Alloh'indek ashuna bek yaxshi o'timiz. Bir kunsa shuni o'qib taqatgandan keyin balam ma'naqshini bek yaxshi aytibsa. Shunday dedim o. Anam bilan ikkimiz sal hayajondan, hayajonliq ko'z yosh chiqib qoldik. Rahmat debdi. Oy, bek huzur tep ketdim. Taqirlanish yarab ketdi ma'naqshan dedi-da. Hayajon ko'z yosh chiqib qoldik ma'naqshan yarab ketdi debdi. Dadam bilan anamga yaragandan unda bek degandan bek xo'sh bo'ldim dada dedim. Ma sen endi bizga ham dada ustozning o'rniga adam naqshimizda sen aytib bir yarqin bir yetakchi boshlamchi ustozning o'rniga adam sana arziganligidan Yaras. Hakikaten men mi bek heyecanlandım. Gerçi o çağda benim kulağımda telefondu lan bosma. Qayta aldım. Tegdi hakikaten. Şu yarım kumalık degen nakşının icadiyetçisi zaten nim demekçi boğa gitti deb jursek esla sen degendek demek çok şeydi şu. Bana yetken haber şundan emdi şu senin avazın arkalık yarım kumalık degen adam işlegen adam mojunda demekçi okşaydı ki degen bir maksat ki yettim de senin nakşanını anlap. Küçük vaqtida aka mektepten qaytqıçına aniq esimde. Senin avazın bek süzük yo'riq chiqyapti. Endi mening ham amaliyotda bir bek süzük yo'riqma emas. Buningga nisbatan ashuna olanda yaxshi ko'rgandikim. Sen naqshaysan men bek qo'shib ketdim. Ashuna chiqsa bo'ldi deyman. Men esam bir yerlarimda bir narsa tortilib, bir narsa billa chiqib endi qapsaladi. Dedi men unda bo'lsa sen bir tuxum ichib baqsan olam deya dedim. Desem sen işte qılamsa dedim ben bazı avazlarım telip qalğanda tuxum içken desem bo'ldi men aytidan boshlab tuxum ichime dedilar. To'g'ri. Andan endi. Aytidan boshlab nima ikki tuxumdan besh mo'ljallik. Buni yerida pul bor. Bu ajoyib bo'ldi bu. Men yenim pul bo'lsa vaji hajlab tugitdim. Bu planliq bola. Hozirgi turmush sharoitlik. Shuni bilan hajlab berib hajlab o'yna deganni işiltigini işiltip yançoq hesap koydu. Bana akıllarım 4 qatim pul verse 4 yıl qatim yok. Bunu 4 qatim pul verse onun her bir qatimda azraqını hajlab, azraqını hesap koydu. Yançoqda bir ay ishga qo'yib pul buldu. Şu vaqtlarda. Men bunu bay deyman. Şunu ola yinimda 5 mo'cham pul var. Aytmışam hammasiga tuxum edib. Kunda ichimali aytsam. O'shada 5 mo'chang necha tuxum keladi? 4 tal tuxum keladi. 4 tal tuxum keladi vaqtma. Kunda ishkidni ichdik. Her kun içime deydi. Kunda ikki kunda tugaydi degan u. Demak shu ovoz to'g'riliq izlanib baqqan. Demak anaqa ovozimda hozirmi bak pokiz ovozim emas shu meniki. Lekin ajoyib. Bir mung tam bor ekan, yaxshi bu ta'mni pamlab kep etib qolsang xili odamni hayajon savutdi. Lekin ovozim bek pokiz, bek yo'riq undaq ovozim emas. Ammo xalq naqshlarga biroz chiqib qoladi shu. Men Praqni sal Praqqa yomara. Shunga ham shu ash taraf bilan xalq naqshlarga biroz yaqin mos kelib qolishi kerak deyman ovozimni. Lekin men o'ylayman, masalan, Yulduzninki shuna bir naqshlari bor, shu dunyo, shu naqshlardimi hatto avjiga chiqqanda ovoz yitilib ketgan yeri bor-ku. Hatta u pokiz bo'lmagandimi, rasmiy yitilib ketdi ovoz. Lekin hissiyat yitilmaganda. Shu ishchidan chiqayotgan narsa muhim o'rinda turadi. Shunga ovozning ilmiy bo'lishi, pokiz bo'lishi, yo'riq bo'lishi bu muhim. Ham yo'riq, ham ilmiy, ham pokiz bo'lib turib, heliqi hissiyat, ya'ni shu ta'm shu yerga bilib ketsa, alomat shu bo'ladi. Lekin ovoz sal sharoiti undaq yo'riq, bek pokiz bo'lib ketmasa, hissiyat kuchi yana asos bo'lib ketsa, yana bu yurakka tegib, yana xalqqa yarab qoladi ekan bu. Shunday. Shunga men ovozing yetilib ketsin, hissiyotning yetilmay mang'alasa, bu yana bo'ldi ekan deb. Shu hozirgi zamonda nurg'un uslublar chiqdi. Masalan, buningda biz qabul qilganlar va qabul qilolmaydiganlar bor, lekin shu har xil uslubning hammasi shu hamma narsa to'liq bo'lmaganlikdan birisining ovozi saz bo'lsa hissiyat kam, hissiyat bo'lsa ovoz yo'q. Ya bo'lmasa yana bir nimasi kam bo'lib, oxiri har xil uslublar chiqadi. Hech bo'lmaganda naqshes ovoz qiyib ketadigan va ohang bilan munosabatsiz holda naqsha aytyapti va shunga o'xshash. Endi sening bu uslubingni mung uslub desam, rasmiy haqiqatan yaxshi. Herhalde mungning bo'lib qolganidan xo'sh bo'ldim herhalde. Rasmiy. Biz anglashni xohlaydigan ovozlarda
Her sahar bir erkekni kütüp durduğunu yüksek mesuliyet. Ama serkerde el-kuyar erler yürüşlüge hemrah bolgan her bir günni men cheksiz memnuniyet ilkedi kütüp alıman ve tulup taşkan işenç bilen başlayman. Serkerde el-kuyar erler yürüşlüki ve çarçuyu suyuqlıqı qamitimge yanımı salapet bəxş etdi. Çolpallarga xas cezbidarlıqni sizmi serkerde erler yürüşlükidin tapalaysız. Serkerde el-kuyar erler teri asraş yürüşlüki ve el-kuyar mahsulatları. Görüvatqanınız Serkerdə Xalqara Savdo Çəklik Şirketi taçdarlığıda ep berilayotgan Hoş geldiniz programımız. Ravap remont qılğının insandı bu. Sen bugün men bilen kirib Ya şu balalıqdiki şu adamның şu köngüllik işler biroq esi kelib qoldi ekanda. bu ravap Ayliqi bag'diki bizning bag'da uyning oldida cho'ng o'ydimush balla biz hammamiz birga cho'ng o'ygan cho'ng o'y. Yaz vaqtisi biz yeşilchilikda, meyvechilikdan jiqligida uxmaymiz. Hamma g'azan tushib qish vaqti qayag'amda u daraxtda faqat yo'pirmoq degan narsa qolmaganda shunda qarasak bir narsa esiqlik turibdi yoki u qo'sh simliq ravabga. Qoni yo'q, quliqi yo'q, tarisi yo'q, pədisimi yo'q. Shu faqat cho'mishkala o'xshab qolgan bir ravab shakli qolganda. Bunu tep aldık. Bunu tep belip hem bu ravap remont qilish degan bir hikoya var bizning o'ttirimizda. Akfil o'ttirimiz o'zimiz bilishimiz. Abdulla akam bilan bir gapli bo'lsam, az chiqim bilan o'zini o'zi chiqarish bilan ism ravap remont qilish deyildi. Masalan, biri yana bizmakchi bo'lsa, ma'lum bir ishga bir nim qilganmiz xarajatni yuysan, xarajat chiqimini hisoblaydigan bo'lsak, qiblam abi mushuncha pulidan qilib ketgan bo'ldi ekan buni deysak, hozir akuklarimiz bilishimizdan Abdulla akam ya qasimiz bo'lsak, ravab remont qilayotmagansa deydi-da. Chunki u ravabning hikoyasi ashada. U men Qashqadaryoga o'qishga berib bo'lgan vaqt. Berib bo'lgandan keyin meni hamda muallimim qandaq bo'ldi, nimani o'yladi, asli shu neyga bilib qo'ydi-da, ney kasbiga. 16 yoshimda bo'lgandan keyin, lekin men bak tirishib o'qig'im bor. Yaxshi ko'radigan kasbim bu. Lekin birdan pudsamlam beshim ko'zim qorong'ilashib, beshim qayg'andek bo'lib, davomlashtirish, mashqni davomlashtirishimga imkoniyat bo'lmaydi-da. Anda bo'lgandan keyin men ta'tilda kelsam, bu ravabni ko'rib qilib, men Aysaqa ustam deb bir ustam bor buni cho'qib biladi, shu milliy chalg'u asboblarni yasaydigan Qashqardagi chalg'u yasaydigan chalg'u ustasi. Bu kishining do'konlariga berib, men bir ahvol egallayman-da. Necha pul chalg'u asboblar, andikin shundoq bir qishda ko'rib qo'yib ketma, esiqliq. Esiqliq ravabni. Shundan keyin to'xtamış ravabni yastib, men bir şey ekilib, chelib, uyg'unib baqsam qanday bo'lar? Mushumi bir amdaliqi soddilikdagi, balalikdagi bir to'yg'ulikdagi muzikaga bo'lgan qiziqish yana. Asli ma'nodan olib qo'ysak. O odam qilsam qanday debdi, shundaroq bir yeri qag'ar ravabdi desem ekilim yasasanız buludu dedi. Ona o'yliqi chiqim u bunim deyishim yo'q. Deyishmagandan men ta'tilda kelib, sana demandim. Sana maslahat sanmamdim buni. Aka, mushu ravab turib ketdi bek. Buni men Qashqarga opirib, mush Aysa Xavston degan ustamga yasitib, men buni ravab qilib, buni chalayman, ugunay degandan fikrim. Bu faqat ko'tigalam shu yog'chilik qolgan bir narsa. Buningga bu pul qajlab ketasamku, uni da yengini olsak bo'lmamdi degan sen yana bir 20 yosh aqling bo'lgandan uni desang, yo'q, buni jiq pul ketmaydi deb bir necha pul shu esimizda yo'q. 25 ko'y. 25 ko'y bilan shu ravabni men ravab qilib ketdim desam, Abdulla akam deydi, qara, buning qoni yo'q, qon solisi manch pulga. O'da shu degan pas yo'q, padvalsi manch pulga. Bu desak, men deb tursan, bu bak qiziq. Men endi aşırıp deyman balalarning qiziq gaplarini shu vaqtda aşırı o'tdim. Bular kulib ketdi, kuldirmada boshladi aytdim, biroq bu rost bo'lgan gap. Necha pulroq putam shu senancha desam, men shu iqtisod qilib dadamga demay buni. Evatgan puldan da qilib 25 ko'y pul chiqarib qo'ydim. Ashuna remont qilg'izma deganda, yetmasmiki? Yengini olmaylik, ozroq pul qo'shapmiz desam, yo'q, 25 ko'y yetdi dedi. Quliqi yo'q buni taqa desam, hammasidan 20 ko'yga qag'ayalarini yasab, quloqni 4-5 ko'y olamiz dedi. Yana 25 ko'y chiqib qoldi bu. Bu qonunmisa desam, masalan qara, 15 ko'yga ravabni remont qilib,
yana 5 qo'yga qonni olsam 5 qo'y quloqni olsam deydi yana 25 qo'y unda o'zi padisini qanday qo'ysa desam ya haqqancha bo'lsinmi masalan 10 qo'yga ravobni umumyuzlik ravob nim qilsam quloqni 5 qo'yga olsam qonnini 5 qo'yga olsam 5 qo'yga padisini qo'yib beray deydi yani hesaplasam 25 qo'y kulla shundan bilan bizda bir gap bo'lib ketdi hozirmi bolalar o'tirisida yanjiqni bopil 25 qo'y ma ishni bunday qilamiz desa bundaroq bir yerlarim bor desak shundan bu ravob remont qilib o'tibdi hozir deydigan bir gap bor demak endi ablatning shu bizningmi shu mo'minjonning shu balliq hayotimiz haqiqatan bak go'zal o'tgan bu gapni mungdashsak kecha tong aytib ketdigan o'xshaydi lekin biz seni yana ijodiyat yo'lingga qisqasi san'at yo'lingga nihoyatda zo'r utuq tilaymiz sendan biz nihoyatda zo'r umidni kutamiz yana tahi oldinda besib o'tgan nurg'un yo'l bo'lishini umid qilamiz endi ablat ablikim kelganda birab xalqaro e'tirofga erishadigan bir cho'ng yirik muzik asar chiqib qolsa ajab emas. Meni shaxsan ablatdan kutadigan umidim shu. Andan keyin shu boya sening sana degandek bir muğluq ovozingda birak ko'plik bir jiq demaymiz. Birak ko'plik bir naqsh anglab qolsak mo'minjon. Men bildim. Yaxshi emasmi bugungi kunda? Kalsın